Mamlakatimizda bugun raqamli moliya tizimiga o'tishning navbatdagi jarayoni kechmoqda. Prezidentimizning tegishli farmoni bilan qator tovar va xizmatlar uchun to'lovlar endilikda faqat naqdsiz shaklda bank kartalari, mobil ilovalar va elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Bu jarayondagi eng muhim jihat aholiga naqd pulsiz to'lovlarni oson va qulay amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishdir. Bugun Markaziy bank muvofiqligida mamlakatimiz tijorat banklari tomonidan moliyaviy infratuzilmani samarali yo'lga qo'yish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 1 apreldan boshlangan ushbu jarayonda Trust Bank xususiy aksiyadorlik banki ham faol ishtirok etmoqda. Xususan, moliya muassasasida aholiga uy-joy va avtotransport vositalari oldi-sotdi amaliyotini eskrov tizimida amalga oshirishda ko'maklashadigan alohida xodimlar biriktirilgan. Bu tizim eng avvalo oldi-sotdi bitimlarining xavfsizlik va qulayligini oshirish, qolaversa, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va pul aylanmasining qonuniyligini ta'minlash uchun ham muhimdir. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabrda naqdsiz hisobotlarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 246-sonli farmoni qabul qilingan. Ushbu farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Trust Bank xususiy aksiyadorlik bankida barcha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2026-yilning 1-aprelidan ko'chmas mulk va transport vositalarining oldi-sottisida hisob-kitoblarning yangi eskrov tizimi joriy qilindi. Ushbu tizim respublikamizning barcha notarial idoralari bilan integratsiya qilingan. Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati va tezligini oshirish maqsadida Trust Bankning barcha ofislarida ushbu tizimga xizmat ko'rsatadigan alohida malakali xodimlar biriktirilgan. Bundan tashqari, eskrov hisob-raqami orqali hisob-kitoblarni yanada rivojlantirish maqsadida mijozlarning, ya'ni xaridor va sotuvchining hisob-varag'i Trust Bankda bo'lsa, ushbu xizmat turi mutlaqo bepul amalga oshirish yo'lga qo'yildi. Shuningdek, Trust Bank naqdsiz to'lovlarni amalga oshirishda aholiga qulaylik yaratadigan qator bank mahsulotlari va xizmatlarni taklif etmoqda. Xususan, milliy va xalqaro to'lov tizimlarida ishlaydigan bank kartalari bepul emissiya qilib beriladi. Shuningdek, bankning Trustpay ilovasidan xaridlar uchun to'lovlarni amalga oshirganda 2% gacha cashback olish imtiyozi taqdim etiladi. Aholiga qulaylik yaratish maqsadida bankimizda bir qator bank mahsulotlari va xizmatlari, shu jumladan onlayn banking xizmatlari operativ ravishda taqdim etib kelinmoqda. Xususan, milliy va xalqaro to'lov tizim qator kartalari bepul emissiya qilib beriladi. Humo, Uzcard Kids va Mastercard Gold, Mastercard Standard kartalari shular jumlasidandir. Shu bilan birga bu jarayonni onlayn amalga oshirish imkoniyati ham yaratilgan, ya'ni rasmiy veb-saytimiz orqali kartani ochish uchun onlayn ariza qoldirish mumkin. Yana bir jihat, mijozlar bankimizda ochilgan mazkur kartalarni Trustpay mobil ilovasiga ulab, bir oy davomida 10 million so'mgacha hech qanday komissiya to'lovlarsiz P2P amaliyotini bajara oladi. Bundan tashqari mazkur Trustpay ilovasi yordamida xaridlar va to'lovlar qilinganida 2% cashback ham beriladi. Qulay, tezkor va ishonchli bu Trust Bank xususiy aksiyadorlik banki faoliyatining asosiy mezoniga aylangan jihatlar. Bank raqamli moliya tizimiga o'tish bosqichida o'z mijozlariga ishonchli to'lov hamda zamonaviy xizmatlarni taqdim etishda davom etadi.